Uka menga qara, luboyi bilan yakka-makka turzimayga solishamiz, ha? Asabimga tegma Elmurod. O telefon olib berdi, degan olib berdimmi? iPhone 18 Pro Max Boeing 202 deganini olib berdimmi? Mashina olib berdi, degan olib berdimmi? Yana qadar kompyuter. O ho'kiz, asabimga tegma deyapman. Men senga bekorchi emasman, bilasan. Ha, uka. Bir minut. Bo'ldi, kompyuter. Aha. Bo'ldi. Oxirgisi, yana bir marta narsa so'rasang, uka, betingga yig'ib yuboraman, ko'p yuboraman, ko'p yuboraman. Davay. Qo'yini qo'ltig'idan olib qo'y, uka, davay. Salomat. Uka, tuzimsiz? Rahmat. Mana shu atrofdagi kompyuterni zo'rlari qayerda sotiladi? Aka, kompyuter sotadigan do'konlar tiqilib yotibdi. Lekin eng zo'ri bitta. Uka, o tiqilayotganini sinfdoshlaringga tavsiya qilasan. Eng zo'rini ko'rsat menga. Qayerda eng zo'ri? Mana, upgrade. O'z oyoqlaringizdan kelibsiz. O'z oyog'ing bilan deysanmi? Men birovni oldiga o'zim oyog'im bilan kerak bo'lsa keladi. Demak, menda arendada turasanlar, to'g'rimi? Shunaqa bo'lsa kerak. 30 sekund vaqtim bor. Kattalanishyaptimi? Bor, yuring, o'zim ko'rsataman. Olib kel. Ket. Joylaring yomonmas. Aka, shu tanidim lekin ismingizni eslolmadim. Ismingiz nima edi? Ismingizni bil. Uka, hech dama surganmi seni? Bunaqa savollar berma, uka. Qo'l. Tushundingmi? Bo'ldi. Men anaqa borib Menga qara, to'xta. Van Dam taniysan-a? Ha, taniyman. Ismi Van bo'lgan. Yo'q. Bitta turi damini berib qo'ygandan keyin aka Van Dam bo'lsam bo'ladi. Bos ukam degan. Yo'q. Tushundingmi? Shunaqa bo'lgan. Bo'ldi, men chaqirib keling. To'xta, baki. Xo'p. Tabii. Jekchanni eshitgansan-a? Ha, bilaman, taniyman. Jeki bo'lgan shu. Ha, yoshlik. Uri changini chiqarib tashlagandan keyin aka changni o'zimga familiya qo'ysam bo'laveradimi degan. Bos uka degan. Erik Haydar. Bo'ldi, men chaqirib kela qolay. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Menga qara, to'xta. Bilaman. Ilonni bilasan-a? Ha. Ilonga shpagat tushirganmisan? Yo'q, hech bo'lmagan. Velosiped mindirganmisan ilon? Yo'q. Ilonni kostyum shim kiyganini ko'rganmisan? Yo'q. Aka o'sha ishlar bilan shug'ullanadi. Abi, siz xo'jaylar bilan gaplasha qoling. Bu kattalaring chaqir. Ana, Bilaman. Hali kichkinasi kerak emas. Eng kattasi. Bo'ldi. Men chaqirib kelay. Bo'ldi. Rahmat. Xo'p bo'ldi. Davay. Asabga o'ynaydi hammasi. Cho'niga ненормальный keldi. Tushunmayman, psix. Раздражённый psix yoki tushunmayman nima qilayotgan. Erik Haydarmi? Shunday o'zi kerak bilmadim. Erik Haydarning o'zi-yu. Asabimga tegma deyapman. Sen muchalik konditsioner basmi? Gaplaring ham o'zingga o'xshagan sovuq chiqyapti-da. Hangi Van Dam, ilon, shpagat tushunmadim o'zim. Shunaqa o'zi, mayli qo'yur. Sen borur, men o'zim gaplashaman. Nima holatda o'zi? Oy, iflos gapimni eshit, negativlarga e'tibor berma, ular to'g'ri gapiryapti. Xafa bo'lmay, senga bitta savolim bor-da. Mana shu miya bilan qishdan qana chiqib oldingsan? Ho'kiz. Asabiylashmang. Bor asabga tegmaga. Asabiylashmang. Assalomu alaykum. Salomat. Iye. Ba'di qo'lini ozitsam, ko'ngillari ham nozik. Sen men boshliqni chaqirdim, ho'kiz, men qo'shiqchini chaqirib keldim. Yo'q. Shutdi. Qo'lni qattiq qismadimmi? Ta'lam oddiy so'rashim, shu qattiq qisganimda bor-ku, yo oshga yo nosga mo'ljallanib qoladi-da. Nima xullas bitta gap. Joy yomonman. Arendalar vaqtida beryapsiz. O'zimizni joylar. Ha, bu sizni joyingizmi? Botbaz, City. Ha, City umuman. Vaqtida ber. Qarichingiz. Yo'llanma, xullas kalom, bitta gap. Yosh. Asab charchab turibdi. Elmurod taniysiz? Ha. Sizlayapti ekan, yaxshi aka ekan degan xayolga kelib qolmasin. Xohlasangiz sansirang. Tushundingmi uka? Aje Elmurod kelibdi. Moshniy, sochniy, plotnik kompyuter kerak. Ya yuring o'z joyiga. Xullas Jokerbek. Olabbek. Menda kalla kalkulyator, qo'l ventilyator, ko'z avtomat. Og'iz nesarobka bo'yapti. Uni oshqozon separator bo'yapti. Kompyuter hijolat qilib qo'ymasin-a. Kelishdik-ku. Asab charchab turibdi. Agar hijolat qilib qo'yadigan kompyuter bo'lsa, aytib qo'y. Nima bo'ldi? Betingda g'ivораman uka, pasport olib o'tib ketasan. Uyingdalar ham mullaga kim turadi? Siz bo'ldi, siz menga ishoning, yuring bo'ldi. Asab buzilib turibdi. Yo'q, ko'rinib turibdi. Shunaqa kompyuter bo'lsa, bu kompyuterni oldida qolgan kompyuterlarga qarab, boshqa ko'chaga chiqib aylanib kelinglar dvoriga. Kelishdik. Bo'ldi, yes qilamiz. Siz eng zo'ridan ham zo'rini ko'rsataman. Hali zo'ri kerak emas. Eng zo'ridan 3 barobar zo'ri. Bo'l, yes, mana. Qani o'zi?
Xo'sh, Erik Haydar, xush kelibsiz. Bizani Rahmat. showroomimizga, bizani umuman brendimizga, bizani do'konimizga xush kelibsiz. Endi sizga bitta savolim bor. Kompyuterni ozgina bo'lsa ham tushunasizmi? To'g'risini aytaman, kompyuter bilan chiqishib boravermaydi. Aha. U meni tushunsa tushundi. Manaja unga tushunishga anaqa. Sizni tushunishga. Da, men endi ishchilar bor. 17 mingta ishchi bor, o'sha pullarimni sanashga anaqa qilishadi. 17 mingtasi pulingizdan. Da, bu Elmurod uchun. Ha. Vrachga endi men dadasini hurmatiga o'zi aytsa tashol deyman. Shunaqa bo'lsa, shunaqa kompyuter bo'lsa, endi men bilmayman endi qanaqa bo'lsa, men endi Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezoslar bilan oshda o'tiraman. Ha, osh. O'shalar bilan o'tirganda ham erkakani kompyuterda yomon qilib duvorish kerak. Tushunyapsiz? Erkakka qatdan olib bizga ham qo'llar bering deganda, o'sha men uyalib qolmasligim kerak. Uyalib qolmasligim kerak. Bo'ldi. Shunaqa kompyuter bo'lsa, o'sha qolgan kompyuterlar biz kompyuter bo'lsa biz Tetris ekanmiz duvorish kerak. Tushunapsiz? Qolgan kompyuterlar buni oldida Sega bo'lib qolsin. Mayli. Elmurod, mayli, biz siz uchun eng urvinini qilib beramiz. Uni ustiga biza xudo xolasa siz bizani haligi bir 500 minginchi mijozimizda bo'lib turibsiz. 500 ming. 500 minginchi mijozimizda bo'lib turibsiz va siz bizani yubiley mijozimizdasiz. Shuning uchun sizga bir boshqacha bir yo'nalish, boshqacha bir yondash qilmasak bo'lmaydi. Eng birinchi navbatda o'zingiz bilganingizdek, kompyuter sborkasi materinskaya platadan boshlanadi. Eshitganman, zo'r, ajoyib platalar bor. Aha. Ja, materinskiy, Atetsinskiy degan platalar. U nima bo'ladi? Materinskaya platamiz Asus brendidan Asus Prime B760 Plus. Qalay, yaxshimi, yoqdimi? Men bularni minusligini ishlatgandim. Minus. Yo, minus deysiz bo'lmaydi buni. Yaxshi anaqa, anaqa. Yaxshi, bilasiz. Zo'r, buni bilaman. Xo'p, endi buni bir chekkaga qo'yib turamiz. Undan keyin albatta protsessor. Protsessorni qanaqalarini bilasiz? Protsessorda endi asosan u zo'rlari bor. Misol uchun Circuit Spring degan protsessorlar ishlatganmiz. endi Circuit Frittang topolmasak ham biz Inteldan topdik sizga. Intel. Ya'ni Intelga toliyor. shunaqa Intelga toliyor degan lozung ostida biz Intel protsessorini qo'ydik. Ya'ni Intel Core i7 12700KF. Men bitta narsa aytbay, cho'kkirbay. Bu kompyuter to'g'risini aytaman tushunmayman. Buni Elmurodlar javob boradi ular. O'shanga men sizlarga ishonaman. Sola rivojavoz qilib ter bersangiz bo'ladi. Bo'ldi, gap yo'q. Undan keyin Bu albatta bu Intel, Intel yon Intel KF. Kayf kompyuterda o'tirganda kayf bersa bo'ldi. Yo'q, unaqa emas bu. KF bu qisi bo'ladi degani. Xo'sh. Xo'p, endi bu protsessorni sovutish uchun bizga cooler kerak. Coolerimiz Deepcool'dan AS500 oq versiyasi. Buni bilaman. Bilasizmi? Bu yana o'sha paparaga o'xshagan narsa, ventilyator. Ventilator. Kompyuter sovutib, muzlatib. Sovutib turadi. Buni tushunaman. Urush yillarcha ishlatganmiz buni. Ha. Operativ xotiralarimiz 32 GB DDR5 haligim. Men bilmadim. 32 GB bu ko'p menimcha sizga. Ko'p bo'lsa kerak. Didirvoradigan Didirtirib tashlaydi. Ishlaringizni didirtirib boradi. Endi bu qayerga qo'yiladi bilmayman, yaxshi narsa ekan. Yaxshi narsa. Nimani bilmayman, lekin zo'r narsaga o'xshaydi. Yaxshi narsaga o'xshaydi. Ayniqsa bu yonadi bu. Yonadi. Yondirib yuboradi. Bu hali Elmurod dushmanlarini ham yondirib yuborar ekan. Shunaqa. Ichini kuydirib, ustini yondirib yuboradi. Ajoyib. Pajarniy bilan qo'yib o'rnatib yonagan. Chochga ehtiyot bo'lasiz faqat. Yo'q, bu choch yonmaydi. Yonmaydi. Bu chochga suv, olov tegish mumkin emas. Yomg'ir bu zapret qo'yilgan. Basseynlar, yomg'irlar zapret. Tushayotgan tomchini yonga qarab ketaveradi. Litsenziyalanadi. Davom etamiz o'rtoqlar. Demak, xotiralarimiz biz operativ xotiradan tezkor xotiraga o'tdik. Tezkor xotiramiz SSD 1 TB ga M2 NVMe. Bu ham tez ishlashga, bu xotira, bu tez ishlashga. Bundan tashqari sizga yana bitta hard qo'yamiz. Bu hardimiz ham 1 TB, u hardimizni ko'proq ma'lumotlarni saqlashingiz uchun, bu bo'lsa ishlashingiz uchun. Menga bittasi shu juda bir xotirasini maqta urgan. Ergaga sizni xotirangizdan men xotirangiz. Xotirasiga shapaloq urganman. Uni xotirasini o'sha ilonga qo'yganimizda ilon
deyishni esdan chiqarib, vovillashni boshlaydi. Esdan chiqarib qo'ying. Esdan chiqarib qo'ying. Mana shunaqa xotiralar. Mana shunaqa xotira bo'lmaslik, esdan chiqarib qo'ymaslik uchun sizga tez ishlaydigan xotira bundan tashqari. Menga bas, ana ho'kizga. Ha, sizga. Xotira bilan kalla kalkulyator bu. Ha, to'g'ri. Protsessor. Sizni kompyuteringiz O'zi bu tabiiy. Shu yerda, ichkarida. Xo'p. Xo'p, keyingisi. Video karta. Qimmatidan lekin. To'g'ri. Asus brendidan RTX 4070 12 gigabaytli video karta. Bu kartani men bilaman. Siz hech mana shunaqa video kartalar bilan durak o'ynaganmisiz? Yo, bu video kartalar bilan durak emas. Xohlasangiz Cyberpunk, xohlasangiz bizni kurugda bunaqa video kartalar bilan karta o'ynab, durak o'ynab, xohlasangiz mana shu kartada men Amerikani ko'rsatishim mumkin. Yo, oke, bu xarita yoki o'ynaydigan karta. Yo'q, bu o'ynaydigan karta qanaqadir ma'noda, lekin bu kompyuter o'yinlarini o'ynaydigan karta. Qiyin ekan bor tushuntirish bu odamga. Davom etaveraylik. Davom etaveraylik, ruxsat. Davay. Yaxshi kartaga o'xshayapti. Blok pitaniyamiz ham Deepcool'dan PF 750 vatli. Bu anuda shaxmatdan chempion bo'lganlarga anu uдлинитель podarka qiladi-yu. Yo'q. Undan emas. Ha, bu. Yo'q, bu uдлинитель emas. Uдлинитель kelib shunga ulanadi. Bundan uдлинительga ulanadi. Bu blok pitaniya, bu haligi tok taqsimlab beradi. Uka fizikadan men bilan gaplashmaydi. Iltimos tortishmaydi. Yo'q, bu. Dunyo fanlari doktori turibdi-yu. Aka, periferiya nimaligini bilasizmi? Eshitganman, chiroyli so'z. O periferiya. Xo'p, klaviaturamiz ham mexanический, yonadi. HyperX'dan Hello Origins. Inglizcha yaxshi gapiryapsiz, aksentni tutilyapti. Origins. To'xtang. Origins. Mana ajoyib. Qani yana bitta. Origins. Mana shuni videoga olsam maylimi? Origins. Yana bir marta. Origins. Mana birinchi inglizcha gapirgan odamga kim o'rgatgan deb o'ylaysiz ingliz tilini? Kolumkami? Mana birinchi ingliz tilini gapirgan odamning ustozi-ku Kamina Erik Haydar bo'ladi. O'zingizda? Uni men taniyman. Bu kim? Buni kompyuterga men o'rgatganman. Bo'lmasa bu ketib qolib, siriyib, qaladin buniga uksiz quyib. Bu sizni sharofatingiz bilan bu kompyuter sichqonchasiga aylangan. Bundan oldin Disneyda Mickey Mouse rolini o'ynab yurgan. Bundan oldin odamlar buni g'ish qo'yib, filcha qo'yib, ayiqcha qo'yib yurishardi, kattalik qilardi. Ergaga nimadir qilib bering deganda, meni Apple'da xo'jayini o'shani Bill Gatesga aytgan, mana shuni o'rnatda sichqoncha qo'yib yubor degan. Apple'da xo'jayini Bill Gates emas, aka. Biz paytda o'sha aytdi. Mana masalan Steve Jobs. O'sha Apple'ni kim o'ylab topdi? Steve Jobs, O'sha olmani men tishlab qo'yib chiqib ketsam, kelguncha brendni chiqarib haligacha uni bu. Haligacha mana yarimta bo'laga so'rab yuradi. Ergaga shu yarimini ham bering, mana deydi. Yarimta bo'laga tepasida turmaydimi u? Manda. Sizda. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'lmasa, sichqonchamiz ham, mishka deymiz biz. Endi buni sichqoncha demaymiz. Mishkamiz ham HyperX brendidan HyperX Pulsefire Haste. Havo kirib turadi. Judayam havo kirib turadi. Buni o'zini sirkulyatsiyasi bor, qo'lingiz tellab ketmas. Siz emas, Elmurodning qo'li tellab ketmas. Tishi, barmoqlar orasiga tellab turadi. Tellab turadi. Mana shu narsani tellamasligini ta'minlab beradigan juda ham yengil bo'lgan mishka ishlatganda ham haligi yengil, toza yengil. Ajoyib. Yoqyaptimi? Bo'lyapti. Mana shuni o'sha qo'yib qo'ya olasizmi? HyperX. Yo'q, HyperX. HyperX. Yo'q, endi toza laqchasi HyperX. Ha, bo'pti. Erigiddin aka, sizga HyperX dan naushnik ham, yo'q, sizga emas. Anunga. O'shanga HyperX dan naushnik ham tayyorlab qo'ydik. Shaxsan o'zimdan xuddi shunaqa naushnikdan HyperX Cloud 2. Yo'q, menda hattoki biri, bu ikkisi ekan. Quloqchin. Quloq kalonkasi. Quloq kalonkasi, shunaqa quloq karnaya. Quloq karnaya. Deyiladimi, nima deyiladi? Qanaqa? Bitta olib qo'lingizga bir sifatlarini, upakovkalarini bir anaqa qiling. Bundan ishlatganmiz. Bu o'sha birinchiligi bir dunyoda shov-shuv bo'lgan payt, urushchilar taqvolib, yaxshi narsa. Yaxshimi? Sizga ma'qul-a? Ha, bu. Endi qarang. Sizlarda yomon narsa yo'q. Men surishtirib, tagini через Sputnik bilib bo'lganman. Через Sputnik даже. Gap yo'q lekin. Google dan qidirib bo'lganman. Eriddin aka, siz mana chiroyli insonsiz-ku, to'g'rimi? Jokerbek bitta narsada chiroyli bolalar boshqa joyda.
Bu chiroy qizlar uchun. Chiroyda qizlar uchun berilgan. O'g'il bola prosta erkak bo'lishi kerak bo'ldi. To'g'ri chiroy qiziq. O'g'il bolani o'zi basharasicha shiram, tishlari singan, mana shunaqa bo'lsa, mana bashara o'g'il bolani deyapsiz. Siznikidek. Bizga chiroy kerak. Chiroy o'sha ayollar. Xo'p. Erkak bo'lishi kerak bo'ldi. Bo'ldi, lekin mayli nima bo'lgan taqdirda ham mana shu kamera sizni chiroyli ko'rsatadi. Endi siznimi, Ilmurodnimi, bilmadim, farqi yo'q. Bu Razer brendidan web kamera Razer Kio Pro degani. Biz bu kameralar ustida juda ko'p dissertatsiyalar qilganmiz-da. Bu yangilik emas. Mana oddiy elementarni savol, shuni ichida yurasizlar. Savol. Kamerani obyektivga dumaloq bo'ladi. Dumaloq bo'ladi. iPhone'ning kamerasi ham dumaloq. Dumaloq bo'ladi. Nimaga rasmga olsa to'rtburchak chiqadi? Nimaga to'rtburchak chiqadi? Kim javob beradi? Men bilaman javobni. Qani aytingchi? O'rtalash joyida mana bitta sovg'asi bo'lsa, kommentga yozishadi. Ha, sovg'aga ham Topganga seryozni sovg'a beramiz. gruzit qilib tashlayapsiz. Aha. Mana siz ham o'tirib o'ylaning. Nimadan bu? Nimaga mana shunaqa ekan? Xo'p, o'rtoqlar, Erik Haydar aksiyasini ochiq deb e'lon qilamiz. Agarda kim mana shu videoni ostidagi kommentariyalarga nimaga obyektiv dumaloq bo'ladi, lekin suratga olingan format to'rtburchak chiqadi degan savolga eng birinchi to'g'ri javobni bergan inson, albatta bizdan 500 minglik Pas ketmanglar. Ha. Boshqalar bilan 500 mingdan o'ynaysizlar. Ha. Pul kerak emas bu buni. Batta seryozni odamlar o'tiribdi. Aha. Seryozni. Nima bu? Masalan, mana ko'z o'ynaydi anaqa smartliklari bormi? Bor. Ko'z o'ynayni smartligi agar shunaqa bo'ladimi? Shuni sovg'a qilsa bo'ladi. Mana shunaqa narsalar. Rahmat ruxsat berganingizga. Biz albatta shu insonga smart ko'zoynak, bu ham bo'lsa Razer brendidan smart ko'zoynak sovg'a qilamiz. O'rtoqlar, kelasizlar. Javobni kim birinchi to'g'ri javobni yozadi, men tekshiraman. APKga kelasizlarmi, UPKga kelasizlarmi, farqi yo'q. Smart ochkida olasizlar. Muammo bo'lsa menga telefon qilaverasiz. Telefoningizni yetasizmi? Muammo, telefon plus yozib olinglar, telefon nomerlarimni yozib olinglar. Plus 99 899 bo'ldi, kodni o'zida yuribman. Shunga qilaverasizlar. Muammo qilganda kelaverasiz. Smart ochki mendan sizlarga padarka. Javobini yozinglar bo'ldi, tamom. Kodni o'zida yuribman. O'zida yuribman. O'tgan Men chidolmadim o'zi. o'tgan yili -99 899 minusligida yuraverdim. Va telefon raqamlarga plus minus kim olib kirgan deb o'ylaysiz? Bilmadim. Kirmay mana o'ylab ko'ring. Telefon raqamlar nimaga so'roq bilan boshlanmaydi? Nimaga plus bilan? Men tushunishim bo'yicha bu dunyoda hamma narsani birinchi siz boshlab bergansiz. Hamma narsa. Masalan, quloqni zinchaloqlarga o'ylashdi, kim o'ylab topdi? Anuni dumaloq qilib bunday ochishdi, kim o'ylab topdi? Buni bilib manda o'tilmaydi bu darsda. Mana qo'lni, masalan, miyiz qichisi. Mana bunday qilib qachsangiz bo'ladi, lekin mana bunday qilib qachdi, kim o'ylab topdi? Erik Haydar o'rtoqlar bu dunyodagi ixtirolarni yarmidan ko'pini Erik Haydar o'ylab topgan. Hali g'ildirayni siz o'ylab topmaganmisiz? Yo'q, uni biz shogirdlar o'ylab. G'ildiraylar aralashmagan. G'ildirabatdan deganman. Bu g'ildiray. Siz seryozni ravishda, misol uchun quloqni qashish, albatta. Shunaqa narsa. Bo'l, xo'p, biz zborkamizni ham davom ettiramiz va bizda keyingi konfiguratsiya monitorimizda Samsung Viewfinity 27 dyuymli 75 Hz. Televizori. Monitor, sizga televizor mayli bo'ladi. Endi bu biz bunaqa narsalar aytyapman, juda ko'p ixtirolarim bor. Mana qarang, juda ham ko'p ish qilgan ekansiz. O'zgani nimalar ixtiro qilgansiz? Juda ko'p. Dunyo texnikasini o'zgartirib yuborganman. Oddiygina mashinani mejigar pultini ham o'ylab topganman. Ha, yo'q. Qo'limda mejigar pul turgan bo'lgan. Nima qo'ysak bo'larkan deb inglizlar bunday o'tib ketayotgan. Yonimda og'ayni o'rtoq, shuni menga bering. Nima ajoyib narsa ekan. Mejigar deganman. O'sha inglizlar mejigar ekanda, o'tni mejigar qo'yib yuborishgan. Singapur degan davlatda eshitgansiz? Singapur eshitgan. Viloyatliklar o'ylab topdi. Yo'q, qanaqa qilib? Qaysi davlat bu? Singapur degan. Men aytganim Singapur degan. Agar Toshkentni o'ylab tursa, Singapur bo'lib ketadi, tushunyapsiz? San Fransisko Toshkentga qo'yildi. San Fransisko Toshkent. Viloyatlar endi San Fransisko. Trotvarni ham bilsangiz kerak, eshitgansiz, trotvar degan. Yo'q. Shu ikkitasi ishlayotgan bo'lganda. Shunday kelganman. Nima obedga chiqsam, yo'q endi, jicha qol tugatib qo'yaylik degan. Men aytganman. Turar degan. Obed qil, turar deganda ruslar turar ekanda bu joyda turar qilib olishgan. Menimcha
Bumagani ham siz o'ylab topgansiz. Bumaga. Bumaga. Hamma yo'q, ixtirolar o'zimizdan. O'zingizdan. Ha, xo'p. Mana bu monitor ham bo'lmasa, sizni mana shu ixtirolaringizni ommaga yana ham yoritib berish uchun sizga xizmat qiladi. Endi buni biz pastga olib qo'yamiz. Past ketmang. Nima joy bor. Hop, bu yoqqa. Bu darajada past ketmang. Hop, bo'ladi. Mana bu yoqqa olamiz va endi eng asosiysi, mana shularning hammasini biz bitta chiroyli va ixcham bo'lgan keysga joylashimiz kerak bo'ladi. Akvariumga. Keys. Akvarium. Keys, ha. Mana bu keys, bu ham Deepcool'dan TK560 oq seriyasi. Endi savol. Nimaga oq rang? Chunki oq rang oxirgi paytda trendga aylanyapti. Bundan tashqari sizda RGB yoritmalaringiz bor, klaviaturingizda ham, mushkingizda ham va hokazo. Mana shu yoritmalarni o'zidan qaytarib chiroyli tus olib turadi. Mana shu gapingizga 5 ta olib qo'yasiz. Oq rang yaxshi. Ko'nglim rangidan tanlabsiz. Ko'nglingiz rangidan. Albatta, ko'nglim. Ha. Yaxshi, mana shu keysimizni ham hozir pastga olib qo'yamiz va endi bo'ldi, boshqa hech narsa qolmadi. Endi sizga biza mana shu konfiguratsiyani chiroyli qilib yig'ib bersak, bo'ldi. Buning uchun bizning maxsus xodimimiz bor. Uni ismi Shahzod, biz uni mладший deb chaqiramiz. Buni hali borganda hali men bitta joydan kompyuter oldim. Mana bolt tortib qolib, qaysidir knopka, kabel noto'g'ri tiqish bo'lmasin. Yo'q, bizning Shunday start yondi tayyor bo'lishi kerak. Windows ham o'rnatib berishimiz kerak. Albatta. Demak, o'rtoqlar, biz hozir zborkani boshlaymiz. Siz bo'lsangiz, bemalol bizning chill zonamizda dam olib tursangiz bo'ladi. Bolani oti nimani u? Alixon. O'sha qayerda? Shu yerda qayerdadir yuribdi. O'sha bilan bo'laman. O'sha bilan bo'lib turamiz. Biza bo'lsa bu sekin edi. Ha, xo'p. O'rtoqlar, biz hozir zborkani boshlaymiz. Buning uchun biz mладший, ya'ni Shahzodni studiyamizga taklif qilamiz va albatta siz rolikni oxirigacha tomosha qiling. G'alati odam ekan bor o'zi ham. O'bratishga. Qayerda yuribsan, ha? Nima? Mana nima? Bu водяной кулер. Kuller nima degani bu? Nima qiladi? Kompyuterni sovutadi. Sovutadi. Parpara ekanda, uka, ventilyator deb qo'y. Ha. Mana shundan 3 kilo ber. Bo'l, xo'p bo'ladi. Menga qara, keyingi safar menga puflamagin, tushundingmi? Men hozir bajaringga shunaqa fu demachi, o'pkalaring shabadalab qoladi. Antarktidada yuribmizmi, to'g'risi? Kelishdik. Ha, bo'l, xo'p bo'ladi. 3 kilo ber. Xo'p. Kattamiz, ani. Uka menga qara. Ensangni qotirmay-ku, odam gapirayotganda qulog'ingda kalonkalaring yechib tur. Gapiryapti odam. Xo'p bo'ladi. Menga qara, mana unaqa legolar ham sotyapsizlarmi sizlar? Bu Lego emas, bu klaviatura. Sen uka klaviatura bilan klaviatura farqiga bormaysan shekilli. Mana haqiqiy klaviatura uka. Mana nima mana? Klaviatura bu. Mana bu klaviatura bo'ladi uka. U ham klaviatura bu. O'rtoqlaringizga, sinfdoshlaringizga berasiz. Xo'p bo'ladi. Mana shundan bormi? Bor. Nima, shundan 7 metr bergan. Xo'p bo'ladi. Menga qara, to'xta. Buni oldiga ani kalamishidan ham bergin, ha? Sichqoncha qo'yib yurmagin. Xo'p. Baki. Ani ko'rikda o'rnigan sholchadan bergin, tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Bos, Ha, yaxshi. Bor. Rahmat. Вообще ненормальный. Псих, он... Mamnak odam ekan, borib men tushunmayman nima qilish bor. Kulibdi. Sabr.
Nima akajon? Bormisa, ha? Mana akvariumdan ham bormi? Yo'q, bu akvarium emas, bu keys. Ukeys qilma, ukam aralashtirma bu ishlarga. Men o'zim haqimda gaplashyapman. Mana shundan bormi? Mana shunda bir 400 litrligidan ber uka. To'xtang aka. Siz bemalol dam olib o'tiravering. Bu yerda hamma professional bolalar ishlaydi. Siz dam olib, kutib, bechotga qilib beramiz. Prosta dam oling bo'ldi. Mana qara, sen hozir dam beryapsan menga. Menga qara, damni boshqalarga berasan, tushundingmi? Xo'p, xo'p. Va ko'zingga qo'lib tiqib miyalaring qashib tashlayma, ha? Qoshingga chiqib kipriklaring xomtoy qilib tashlayma. Asabga tegma uka. O'zi nerv asab buzilib turibdi, bilasan, asab battikka bas. Shuni mo'ylovlaringga tirish tushirib yuboraman-chi. Tishlaringni bor-ku, ani stroysadan chiqarib tashlayman. Shu zuluk, banka qo'ysang ham tuzalmaydi tishlari uka. Asabimga tegma. Mo'ylovingni ichiga o'sadigan qilib qani. Uzr, xo'p. Uzuringni o'zi kech uzurga. Uka, bu bonusiga bo'lsa uni olib qo'ysinlar. Mana aka, chap qo'limizda eng zo'r protsessor bilan notebooklar shu yerda joylashgan. Ha, yaxshi. O'ngga yurchi uka, o'ngga. Xo'p, bo'ladi. Asal qo'ygan. Xo'sh, nima bo'ldi Jokerbek? Tayyor bo'ldi. Mana hozir endi biza o'zimizning an'anamiz bor. Uni ustiga siz bizani 500 minginchi yubileyniy mijozimiz siz. 500 ming. 500 minginchi. Mana sizdan oldin 499 ming 999-chi mijoz. Ha, shunaqa qilganmiz. Ana 500 minginchi sizga nasib buyuribdi. Siz faqat bu tomonga o'tib oling. Bu tomondan endi mana shu tomondan ochsiz. Xo'sh, o'rtoqlar, bizni yubileyniy kompyuterimizni siz ham ko'rishga tayyormisiz? Tayyormisiz? Yubileyniy kompyuter. Marhamat. minginchi yubiley. Yubileyniy, ha? Shunaqa. Qalay yoqdimi? Yo'q, kameralar u. Mana bu kamera. Ular yonar ekan-a, demak. Yonadi. Yondirib yuboradi ham. Kerak bo'lsa. Kutganimdan ham a'lo darajada. Yaxshimi? Demak, puliga yarasha. Ha. Qani endi Elmurod buni bilsa, mana. Endi bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi aka. To'ppa-to'g'ri. Shunaqa. Asosiysi sizga yoqyaptimi? Kranshtaynlari ham. Ha, shunaqa. Bu unaqasiga ham chiqadi, bunaqasiga ham chiqadi, bunaqa. Men bu buni qarang, ishlashini eshityapsizmi? Hozir ishlayaptimi? Bu ishlayapti bu hozir. Umuman tovush chiqarmaydi. Umuman haligi asabingizga tegib, uyda qilvermaydi-da. Xo'p, endi bizlar tomosha qilayotganligi buni qanchaga olganingizni aytsam bo'ladimi yoki qanaqa? Yo'q. Buni narxini bilish uchun o'rtoqlar bitta narsa aytaman. Bu kompyuter Esengidagi, O'zbekiston emas. Esengidagi eng qimmat kompyuter protsessor. Eng qimmat. Endi tushunyapsizlar, nech pul ketganini agar rast qiziq bo'lsa, mana kommentda turibdi, kirib ko'rishlaringiz mumkin. Narxini o'zim kirib yozib qo'yaman. Hozir aytsa bo'lmaydi? Yo'q, yozishingiz kerak. Albatta, bu aytiladigan summa emas. Ha. Bu hozir tilingiz jingalab qoldi. Chochingizga o'xshabmi? Albatta. Xo'sh, o'rtoqlar, xullas noli juda ko'p. Chochingizga o'xshabmi? Juda. Xo'sh, o'rtoqlar, kompyuter tayyor Erik Haydarga emas, balki Elmurodning o'zlariga. Endi menda bitta savol bor. Siz nima deb o'ylaysiz? Endi taxmin qilasizmi yoki bilasizmi? Bu kompyuterda Elmurod nima ish qiladi? Voy, plos, xullas menga telefon qildi. Ergaga bir 6 kun yig'ladi. Amerikada yurdim. Bruklinda edik bolalar bilan. Ha. Ergaga bitta kompyuter qilib bering. Men hali ilmas nimaga Bill Gatesga qildim. Bitta kompyuter qilib bergan, yaxshisi desam. Aka o'zlaringizda ham bor dedi. Ha, bizani aytdi. Ha, UPGga boring aka. Muammo bo'lmaydi. Qarasam o'zim joyimda arendatorsizlar. Ha. Shuni yig'di. Endi u xullas stream qilmoqchi. Stream qilmoqchi. Elmurod stream qilmoqchimi? Nima stream qilmoqchi Elmurod? YouTube'da shu streamer bo'lmoqchi o'zi. Streamlar qilib, video montajlar, o'yinlar. Yo'q, tushundim. Ha, demak, dunyo streamerlari bilan battle qilmoqchi. Chiqib olib, ekranga ulab, sola-sol ura-ur qilmoqchi.
Ha, haligi demak o'yin ham o'ynaydi Elmurod. O'yin o'ynaydi, videolarga reaksiya Reaksiya bildiradi. Kliplar, o'ziga yoqmagan nimalarni olib chiqib olib, dang'illataman, qang'illataman dedi. Bo'ldi ukam yaxshi boshini ushlayapsanmi? Sola. Orada o'zim ham kelib turaman stream. Ha, kelasiz. Bizda endi qonli bo'ladi. Qonli. Elmurodga o'sha xiring bo'lmaydi. Seriozniy bo'ladi. Shu dunyoni mirovoy streamini o'tkazib olaman. Sol ura reaksiyalar bo'ladi. Uydalar Yo'q, kinolardan tortib kliplargacha adovini beramiz. Demak, Elmurodda jonli, sizda qonli. Bizda qonli, Elmurodda jonli. Bizda unda joppa jonli, bizda qoppa qonli bo'ladi. Bo'ldi gap yo'q. Eri aka, sizga rahmat. Bizani showroomimizga tashrif buyurib, bizani showroomimizni faizini yana ham ko'tarib berganligingiz uchun sizga juda ham katta rahmat. Menimcha siz kelib ketganingizdan keyin biz shunchaki narxlarni ko'tarib qo'ysak ham hamma kelaveradi. Lekin biz unaqa qilmaymiz. Biz mijozlarni o'ylaymiz, albatta mijozlarimizni endi shunchaki biz haligi o'zimizni eng zo'r do'konimizda his qilishimiz mumkin. SNGda, SNG. Bemalol aytaverasizlar, SNG bo'ldi, tamom. Bo'ldi. Sizga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz Olib qo'yaman. Sizni bolalar shunday kuzatib o'rishadi. bizni kuzatish shart emas. Men o'zim kuzatib turganim yetadi. Mani birov kuzatmay qo'ysin. Biz o'zimiz sekin dang'illab olib qolamiz. Mayli. Tomosha qiling. Hey. Mayli, o'rtoqlar, nima bo'lgan taqdirda ham kompyuter yig'ish jarayoni biroz qiyin bo'ldi. Aynan kompyuter yig'ish emas, bu insonga bir narsani tushuntirish yoki bo'lmasa isbotlash. Nima bo'lgan taqdirda ham mana shu videoni qo'llab-quvvatlang. Buning uchun siz like bosishingiz, komment yozishingiz va kanalimizga obuna bo'lishingiz o'zi kifoya. Sizlar bilan Jalol Nasratullayev, Erik Haydar hamda APG do'koni bo'ldi. Har galgidek kelajakda ko'rishguncha.